Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga odatiy ish kunini ko'rsatib beraman. Hozir soat 9:30 bo'ldi. Men ofisdaman hozir. Sekin planlar tuzamiz bugungi. Sekin ishlarni boshlaymiz. Planlar tuzishda shunaqa Notion'dan foydalanaman. Shunaqa o'zim yasab olganman buni. Bu yerda o'sha qiladigan ishlarim, bu yerda odatlarni kuzatib borish uchun tracker va bu yerda xo'sh bu yerda content plan, ya'ni o'sha proyektlarim aytdi, to'rtta proyekt bo'ladigan bo'lsa, o'sha to'ralasini content planlari bugun nima qo'yish kerak bo'lsa, bu yerda ko'rinib turadi. Bu yerda testlar. Bu yerga ham yozamiz. Bu aynan bitta maqsad bo'yicha bu yerga testlar tuziladi. Hozir hammasini bugungi planlarda yozib chiqamiz. O'zi odatda kechqurun qilardim, lekin kechqurun qila olmasam, ertalab kelib birinchi bo'lib qiladigan ishim shu. Chunki kuningiz planli bo'lsa, ish samaradorligingiz ancha oshadi. Shuning uchun hozir planlashtirishni boshlaymiz. Hozir planlar tuzib oldim. Bugungi qiladigan ishlari endi birinchi bo'lib zalga borish kerak hozir. O'zi ertalab ofisga kelishdan oldin o'tib, lekin bugun notebookim borligi uchun, pitani ham bu yerda qolib ketgani uchun ofisga keldim. Shuning uchun bir yo'la planni ham qilib oldim. Hozir endi kreatin ichyapman hozirgi paytda. Bu narsa o'sha har kuni shug'ullanayotganim uchun mushaklarni tezroq tiklashga yordam beradi. Buni ichib keyin zalga ketamiz. Shu zal odat o'tdi. Deyarli har kuni chiqaman, chunki oldin zalga chiqardim, umuman teskari edi. Ishxonaga kelishga, uyga borishga mashina to'qlaydi. Vakasi juda ham katta rol o'ynayotgan. Hozir bitta mashina o'tirsam, zalga kelaman, undan keyin bemalol ishxonaga ketsam bo'ladi. Zalga ham kelib qoldim. O'shda zalimiz. Zalam tugadi. Endi ishlarni boshlaymiz. Birinchi navbatda planga kirib, aytdan mana exercise'ni qilib qo'yamiz. Shu yomon motivatsiya beradi. Aytda o'sha ko'rinib turadi. Necha kundan beri qilinayotgani strict deyiladi. Yakshanba kuni qilmaganim hisobiga 2 kun o'tib qoldi. Bo'lmasa bu har kuni bo'layotdi. Endi bu yerdan sekin birin-ketin mana ofisda qiladigan ishlarimni qilishni boshlayman. O'sha bular boshqa borish kerak, bu joylarga syomkalar bor, ularni ham qilib, xudo xolasa tasklarni bajarishni boshlaymiz. Biz hozir caption sotib olgandim, faqat subtitr yozish uchun va bunda ancha oldin qo'shilgandi. Video montaj qilish sun'iy intellekt yordamida. Shunaqa funksiya qo'shilgandi, eshitgandim, lekin ishlatib ko'rmagandim. Hozir ishlatib ko'rdim, natijasi prosta bomba. Mana qaranglar, bu prosta oddiy video tashlaganman. Masalalarda ishlatilmagan. Sigaret aslida ozodlik va hozir ko'rasizlar, bunaqa narsalar generatsiya qilgan manulari, ponni. Xullas faqat oddiy video tashlaganman va menga ponni montaj qilib berdi shunaqa tarzda. Mana bu yerda ponni sun'iy intellekt qilgan hammasini. Yaqin orada menimcha sun'iy intellekt juda ko'p sohalarni egalladi. Hozir ham egallab bo'ldi ancha sohalarni va video montajda ham bo'lsa yaqin orada sun'iy intellekt topshirsa bo'lar ekan. Ya'ni sun'iy intellekt birorta ishni qilayotganda u odam qilishni kerak yo'q, faqatgina o'sha strategik ishlar bilan band bo'lgan menimcha yaxshiroq. Bunaqa operativniy ishlarni sun'iy intellektga topshirgan yaxshiroq. Mana bratishga tushib video olaylik dedi. Video beryapmiz endi. Alloh razı olsun. Shunchalik yordam beryapsizlar. Boshlaymiz mumkin? Ha, boshlaymiz.
Mana chetdamiz. Ofisda qiladigan ishlar tugadi. Endi sekin kameralarni olib, syomkalar bor, ishlar qilib kelamiz va bitta qolgan ishlarni keyin davom ettiramiz. Mana syomkalar qilib olindi, bir 3 tacha video oldim. Syomka payti xullas video olgani xayolimga kelmadi, video olish. Shu sababli video ola olmadim. Endi bo'lsa, bu yerdan videolar qo'yishimiz kerak. Bugungi chiqish kerak bo'lgan videolarimizni Instagramga, hamma proyektlarimizga qo'yib chiqamiz. Bu yerdan ko'rib olamiz, shundan. Hammasini qo'yib chiqamiz, xudo xolasa. Bugungi deyarli barcha tasklar tugadi. Bitta mana syomka atmen bo'ldi. Keyin qilib qo'yamiz va endi reading kitob o'qishimiz kerak. Hozir mana shu ta'sir psixologiyasi kitobini o'qiyapman. Ancha normalniy insightlar bor ekan, buning ichida o'qish tavsiya qilaman. O'zim bir 100-betidan o'tdim hozir. Har kuni o'qishga harakat qilyapman, faqatgina o'sha kecha o'qimadim, shuni hisobiga mana 14 kundan beri o'qib kelyapman, reading turibdi. Kecha o'qimay qolganimga bugun strekim buziladi endi. Necha yana boshqatdan boshlaymiz-da. Kun oxirida targetlardan ham xabar olib beryapman. O'sha bitta proyektda, bitta akkauntda pul tugagan ekan, pul tashattirib turib, qaytadan yoqib qo'ydim. Mana aktiv holatga o'tdi. Shunaqa qilib qarab turmasa, o'chib qoladi target. Yoki постоянно pul turishi kerak kartada yoki shunaqa ora-orada qarab turish kerak. Shaxmat hobbilarimdan biri desa ham bo'ladi. Hozirda shaxmat o'ynayapman. Mana olamiz. Reytingim unchalik katta emas, lekin normalniy. Anchagina boshqa Instagram kirgandan ko'ra yoki boshqa bexud ishlarga vaqt sarflagandan ko'ra anchagina yaxshiroq o'ylayman. Uni o'yinda mana Uno magazinda o'ynab o'tiribdilar. Brendga sodiqladi, bag'i. Yaxshi. Hozir narsalarni yig'ishtirdim. Buni hamma narsani uyga ketaman endi. Bugungi kun normalniy o'tdi. Hamma narsa, deyarli hamma narsa bajarildi, testlar. Bugun yana bir narsaga xursand bo'ldim. Yana Instagramga reels qo'yishni boshladim. Hozir 3 ta reels tayyor уже. Endi qo'yib, 3 ta reels qo'ygunimcha ba'zan yana olaman va doimiy yuritib borishim kerak shu narsani. Menda qolib ketyapti shu narsa. Bitta yaxshigina yeb bo'lsa, keyin to'xtab qolyapti shu narsa. Orada 3-4 ta videolarni normalniy effekt berib, anchagina obunachi olib kelgan, lekin shu qanaqadir sabablarga ko'ra qolib ketyapti edi. Yana boshlashga qaror qildim, lekin bu safar xudo xolasa to'xtatib qo'ymaymiz. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Mana keyin ketordim uyga.